Assalomu alaykum qizlarjonlar. Mana ayolimiz bizga keldilar. Yaxshi, bolajonimiz yaxshi. Bularni bolachalari boshchasi bilan yotibdi. Savol tushibdi. Bola qachon boshi bilan yotib oladi? Bolam 34 haftalik deb. Bolamizda 34 haftalik bo'ladigan bo'lsa, uzog'i bilan 38 haftagacha bola aylanib olishi mumkin. Vesi 3 kiloyu 400 bo'lganlar atrofida. Undan keyin o'sha 3 kiloyu 400 vesdan keyin aylanib olish qiyin bo'ladi. 100 taga bitta bola aylanib olishi mumkin bo'ladi 38 haftadan keyin. Agar ayolda suvi juda ko'p bo'lsa, 38 haftada aylanib olish ehtimolligi bo'ladi. Shunda ham juda kam bo'ladi. O'sha uchun bolani aylanishi uzog'i bilan 38 haftaga to'g'ri keladi. Qizlar, agar bolangiz tazg'iy pritlejaniyada bo'ladigan bo'lsa, uyda sajda holatida mashqlarni bajarishimiz yoki bo'lmasa tizza tirsak holatida yurishimiz kerak bo'ladi va qornimizni soat strelkasi bo'yicha silaymiz.